O'rtoqlar, qaranglar, bu sizlarni juda ham yaxshi ko'radigan va xohlayotgan narsanglar, ya'ni 14 yoshli bolalarda, o'smir bolalarda yuzlarni qanaqa uxut qilish kerak. Qaranglar. Bolalarim yuzini endi har doim qarab turaman. Mana Abdumalikimga 14 yosh. Yuzlarini ko'rsataman, qaranglar. 3 kun men bilan bo'lmadi. Mana uxutlarini qilmagani uchun, yuzlarini yuvmagani uchun vaqtida mana 1-2 ta mana bunaqa ugrichalar chiqqan. Moyilligi bor, yo'q emas, moyillik yo'q-da, o'shancha ugrisi yo'q deyishinglar mumkin. 14 yoshda 90% bolalarda hozir yuzida narsa ugri toshyapti. Nimaga? Chunki parvarish yo'q. Oddiy yuz yuvishni bilishmaydi. Kechqurun yotishdan oldin kun davomida yig'ilgan changlanish, kirlanishi yuvish kerak. Правильно, Abdumalik? Har kun yuvadi, har kun umyvalkada yuvadi. Umyvalkalarimiz yuzlariga moslab beraman. Va, конечно, mana bu penkasiz endi bo'lmaydi. Penkamiz ham o'zimizga ham brilliant bilan teng bo'lib qoldi bu. Chunki tayyorlamayapman, mahsulot, ingredient yo'q. Mana bu oxirgisini hozir Abdumalik ishlatyapti. Surib qo'yamiz, bir kunda top-toza qiladi. Bu har kun yuvish uchun emas, ugrilarini quritish uchun. Lekin har kun yuvish uchun yuzga moslab o'zi umyvalkalar bo'ladi. Endi men masalan bu eng mild deyilgani eng yumshoq очиститель, ya'ni yosh tanlamaydi. 10 yoshlarga ham, 15 yoshga ham, 70 yoshga ham har xil yuzlarga to'g'ri keladigan umyvalka. Yuzimiz juda ham kuchli muammoli emas, shuning uchun mana bu yengil umyvalkadan foydalanaman. Masalan, agar bolalaringlarni yuzi уже o'tlashib ketgan bo'lsa, birinchi navbatda dermatologga olib borasizlar, ugri juda ko'p bo'lsa. Atak umyvalkalarni tanlab beramiz. Yuz yuvish uchun maxsus umyvalkalar bo'ladi. Yoki mana shuni o'zida yuvib turib, mana bu penkadan foydalanib yurish kerak. Endi penka nalichida yo'q. Mana bu Centella maskani, lekin biz penkani ham qilamiz, Centella maskani ham qilamiz. Da? Ikkita maskani biz Abdumalik вот тоже знает, подряд qilamiz, ketma-ket qilamiz. Mana shu ugrilarni ertaga ko'rasizlar, уже yuzida qurib, yuzlari top-toza bo'ladi. Ana shunaqa va oxirida maskalar qilib bo'lgandan keyin, естественно, men gavronka surdiraman, chunki bu suv terini, ugrilarini quritganning hisobiga teri qurib qoladi, o'rtoqlar. Qurib qolish kerak emas. Shuning uchun biz suv balansini tiklaymiz, восстановление beramiz suv balansiga. Ya'ni gyaluronovoy sivorotka suramiz va mana bizda har doim mana bu joyda turadi Skin Repair. Skin Repair kremini surib yotishadi. Kattasidan mana ishlatadi bolalarim, постоянно surishadi. Ba'zan agar ugri juda ham kattalashib, salgina yiringli ugri chiqib qolsa, buni men bu piling bilan quritib yoramiz, o'sha to'chishni surib. Va haftada 1-2 marta enzim ham ishlatishadi. Enzim, bilasizlar, poralarni ichini tozalaydi. Ya'ni bu cho'rni tochkalarni yig'ilishini oldini oladi. Hamma narsani o'zini vazifasi bor, o'rtoqlar. Bu masalan cho'rni tochkalarga da qaysidir foizda yordam beradi, lekin bu ko'proq ugrilarga, yog'li, porali, ugrili yuzlarga juda ham zo'r bu penka. Atak juda ham ko'p komedon, cho'rni tochka yig'ilsa, конечно, постоянно enzim ishlatib yurishdi. Shunaqa gaplar. Tak, mana qaranglar, penka maskani surib qo'ydik. Faqat ugri bor joyga surganim yo'q, o'rtoqlar. Butun yuzga surdim, chunki bularni yoshida bitta chiqishi boshladimi, demak boshqa joylaridan ham moyillik paydo bo'ladi. Поэтому oldini olish uchun butun yuzga 1 minutdan 2-3 minutgacha, agar yog'li bo'lsa yuzi 5 minutgacha qoldirsa bo'ladi. Yuzini muammosiga qarab. Juda yuzida ugrilari ko'p, yiringli ugrilari bor. Furunkulozlar bo'ladimi, akne, har xil turdagi toshmalar, barchasiga bu penka mumkin, qizlar. Mumkin. Buni men dermatologlar bilan juda ham ko'p maslahatlashganman. Sostavini ham o'rganganmiz, ular bilan 100% любой turdagi yuz toshmalariga mumkin deyishgan. Shuning uchun qo'rqmasdan mana shunaqa bolalarga surib qo'yasizlar. 1 minut, 2 minut, 3 minut turgandan keyin yuvib tashab, keyin dальше endi ko'rsataman. Endi o'rtoqlar, bu narsani yana bitta joyi bor. Penka maskani faqat ugrili yuzlar emas, ugrisi yo'q yuzlar ham, dog'li yuzlar ham, faqat masalan bunaqa yog'li problemli yuzlar har kun ishlatsa, quruq yuzlar, dog'i bor yoki qanaqadir svejist bermoqchisizlar, oqartirmoqchisizlar yuzinglarni, tortmoqchisizlar, unda haftada 1 yoki 2 marta 1 minutga yuzinglarga qo'yib maskani surib yuvib tashlasanglar, oppoq yuz bo'ladi, tortilgan yuz bo'ladi. Shikarnaya penka maska, to'g'risi qizlar. Faqat ming bor uzr, конечно, hozir sotuvda yo'q. Tayyor bo'lishi bilan biz e'lonini beramiz. Hozircha bilmayman qachon tayyor bo'ladi. Думалик, тебе повезло, что ты с остатками пользуешься пока. Молодец.
Endi esa mana bu Centella maskani surib qo'ydim o'rtoqlar. Yaxshilab buni ham hamma joyiga. Yuz toza bo'ladi, xudo xolasa. Bu 15 minut turadi.